Salom hammaga bo'ldi. Sizlar bilan bugun biz bir nechta open play qilamiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Biz boshladik. Xo'sh, birinchi o'rinda biz Semenyoning kartini olib olamiz. 118 overi Semenyo. Manchester City wingeri. Juda ham yaxshi o'yinchi. Qanunda workout bor. Xo'sh, qaysidir davlatlar va Manchester City yaxshi. Semenyoning bu karti bizga kerak bo'ladi. Sababi bizda winger yo'q, do'stlar. To'g'ri bu Elvada o'ynaydi, lekin wingerda ham o'ynaydi. Keyin bizda paklar do'stlar. Birinchisi workout bor do'stlar. Qanaqadir davlat SB ekan, qanaqadir unaqa va bu 115 Batago. Xo'sh, bizda yana bitta pak bor do'stlar. Uni ham ochamiz. Unda esa do'stlar workout yo'q. 112lik do'stlar. Va oxirgisini mana bu ochib yuboramiz. Workout bormi? Yo'q do'stlar. Workout 110lik o'yinchi. Xo'sh do'stlar, endi biz bu yerda 115 o'yinchimiz bor. Biz do'stlar Bundesliganikini ochamiz. Qanunda ketdik. Va workout bor do'stlar, albatta. Bizga chunki yaxshigina qo'shildi. Niderlandiya CDM Sega va bu do'stlar 115 Burger do'stlar. Yaxshi o'yinchi emas albatta. Xo'p, endi bizda Bundesliga qandaydir narsalari qiziq emas. Biz narsamizni ochaylik, oldin kelinglar do'stlar. Xo'sh, birinchi o'ringa kiritib olamiz do'stlar. 114likni albatta. Va endi esa do'stlar Premium Liganikini kiritib olamiz. Chunki o'sha yaxshiroq. Xo'sh, bizda o'zicha qoldi mana bu ochilishiga qanunda boshlaylik. Xo'sh, workout yo'q, MLMga qo'shilmadi. Bu esa do'stlar 114lik Wilson do'stlar. Yaxshi kartlardan biri, lekin bizga foydasi yo'q buni albatta. Va baribir ochilmadi do'stlar. Xo'sh do'stlar, endi bizda paklar bor, ikkita. Buni ham ochib olamiz. Birinchisi workout bormi? Albatta workout yo'q. Bundesligadan bizga 114lik Ebenes tushdi. Ikkinchisida ham workout yo'q, absolutsini. Va yana bir dona pakimiz bor do'stlar. Bosamiz. Va bu bizga workout olib kela olmadi. Hech narsa qilmaydi do'stlar. Va bu yerdan Harry Kane'ning statistikasi unchalik yaxshi emas, bizga foydasi tegmaydi. Va yana nimadirlar. Xo'sh, bizda yana do'stlar 113+ bor. Biz esa Bundesligani ochamiz va bu yerda albatta workout bo'lmaydi, chunki bilaman workout bo'lmaydi. Do'stlar, video tugadi.